Vladivostok, assalomu alaykum. Sizlarga qarshimda o'tirgan insonni tanishtirishdan oldin bu insonni sizlarga Vladivostok haqidagi mijozlarga qilayotgan xayrli ishlar haqida gapirib o'tmoqchiman. 90 ming rubl pulni, $1000 dan oshiq pulni shundoqlikcha mijozlarga tarqatib yuboryapti. Islombek, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Zokir aka, tinchmisiz? Siz charchamayapsiz? Nima boshladi Islombek? Nima bu Anjan kafeni? Men to'g'risi Vladivostokka kelganimdan beri shu yerda ovqatlanaman. Nima sizni yetarli mijozlaringiz bor? Hamma yo'q joyda. Mana yangi lokatsiyalarga ko'chdingiz, chiroyli joylarga. Bu nima endi Instagramga profil ochib, yangi maqsadlar qo'ydingizmi? Bir so'z bilan aytganda Islombek, kirim yaxshi. Maqsadlar nima? Maqsadlar haqida keling gapirishaylik. Bizning maqsadimiz xalqqa manfaatliroq bo'lishlik. Kafe sferasida 10 yildan beri ishlayman aka. Ungacha aka bo'lgan muddatda aka biz boshqa kafelarda choy ichardik, boshqa qilardik. To'g'risi aka, maza qilib choy icha olmasdim. Qornim to'ymasdi to'g'risi. Qorin to'ymasdi. Maqsad nima bo'lgan? Inshaalloh kafe ochaman, xalqqa manfaatli bo'ladi. Qorin shunaqa ovqat qilib berayki, maza qilib chiqib ketsin, qorin to'yib. Shu joyida bitta qo'shimcha qilib ketay aka. To'g'risini aytaman, boshqa kafelarda ham choy ichganman, lekin sizni kafengizdaqa ko'p ovqat solib beradigan kafe yo'q men uchun. Endi sizlar bilsanglar, yozib qoldiringlar. To'g'risini aytaman, bunga gap bo'lishi mumkin emas. Xuddi shuni singari yana bir maqsadimiz, Xudo xolasa, alhamdulillah 10 yil ishladik, yomon emas, Xudoga shukr. Bu yog'iga aka 100 so'm topsak aka 30 so'mni xalq bilan bo'lishmoqchimiz. Bu hali boshlanishi. Inshaalloh aka bu to'xtab qolmaydi. Videoyingizda ko'rdik. Birinchi o'ringa 50 ming rubl, ikkinchi o'ringa 30 ming rubl, uchinchi o'ringa 10 ming rubl sovg'a tariqasida qo'ydingiz. Endi buni qanaqadir shartlari bormi? Pul tikish kerakmi? Nima qilish kerak? Shuni boshdan oxirigacha qanaqa shartlari bor, hammasini aytib bering. Obunachilarimiz ko'rsin, bilsin. Bunga hech qanaqa oshiqcha narsa keragi yo'q. Andijon kafega keldingiz, ovqatlandingiz. Shu payt sizga aka kupon beriladi. Kuponni shunday yashga tashlaysiz. Kuponda nima bo'ladi? Kuponda aka shu ismi yoziladi, o'sha odamda и telefon nomeri. Biz jirvofga qilib tortganimizda aka siz chiqib qolsangiz mabodo inshaalloh aka sizga telefon qilamiz, sovg'angizni olib Menga ketasiz. chiqmasa kerak aka. Joningiz sog' bo'lsin, inshaalloh aka bu narsa to'xtab qolmaydi. Bu narsa davomiy bo'ladi, Xudo xolasa. Demak, 10-maydan 25-maygacha 25-maygacha davom etadi. Agar 15 kun ichida 15 marta kelib ovqatlansangiz, sizni yutish shansingiz 15 taga oshar ekan. Ajoyib. Baribir qayerdadir borib choy ichasiz. Bir marta kelib choy ichib qo'ysangiz, 50 ming rubl yutsangiz nima? Sizdan talab qilinadigan narsa, ya'ni so'raladigan narsa, kelasiz, shu ovqatlanasiz, o'sha aytganimizdek telefon raqamingiz, ismingizni yozib, o'sha kupon qog'ozchaga, o'sha yashikka tashlaysiz va Islombekda o'sha Andijon kafe profiliga, Instagram profiliga obuna bo'lib qolasiz. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas, to'g'rimi? Boshqa shart yo'q akajon, shu shartda. Zo'r loyiha boshlabsiz, Islombek. Men o'zimdan qo'shimcha qilmoqchiman. Vladivostokdagi biznesmen akalarimiz bo'lsa, nima sohada bo'lishidan qat'iy nazar, xuddi shunaqa agar o'zingizni shaxsiy brendingizni, o'zingizni boshlagan loyihangizni, biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Start kunimiz